hozir men sizlarga elementlar bilan qanaqa to'g'ri foydalanishni ko'rsatib o'taman. Xo'p, birinchi bizni обычный Asror akaning videolarini tashlab olishim kerak, chunki oxirgi payt faqat Asror akaning videolarini qildim. Okey, mana bu yerda mana ko'rayotganingizdek, mana bunaqa motion animatsiyadan foydalanganman mana. Ko'rayotganingizdek, fokus o'rtada, bu yerda chekkada ikkinchi darajadagi elementlar. Vot, keyin bu yerda mana bunaqa animatsiya bo'lyapti. Yana fokus o'rtada turadi, ya'ni tepaga yoki pastga tushib ketmayapti. Animasiya bo'layotgan bo'lsa, faqat o'rtasida bo'lyapti. Shu narsaga e'tibor beringlar har doim. O'rtaga upor beringlar. Tepaga, pastga joylashtirib olmanglar. Vot, keyin hozir men bu yerda elementlarni nimaga bunaqa joylashtirganman? Bu yerdan xara qilganman, bu fokus tortavermasligi uchun. Undan tashqari men bu yerda ketma-ket yurg'izganman, чтобы anu slishkam oddiy animatsiya bo'lib qolmasligi uchun. Endi bu yerda nimaga men mabitdagi elementni qo'shganman, ya'ni Asror Iskandarov Instagram username-larini qo'shganman. Hozir agar men buni bitta HTML ochib turib, bunda tashab turib, bunga fast box bo'lib berib, mana ko'rasizlarmi? Bo'm-bo'sh bo'lib qoldi. Sizlar ham xuddi shunaqa qilinglar, ya'ni tepaga sizlar katta upor beravermanglar. Asosiy fokusinglar o'rtadagi narsaga bo'lsa, undan tashqari tepadagi qanaqadir element qo'shish kerak bo'lsa, mana bunaqa mana Instagram username yoki saqlab qo'ying, obuna bo'ling, like bosing, share qiling, tepa shunaqa narsalar qo'shib qo'ysanglar bo'ladi. Agar sizlar mana bunaqa narsa beraversanglar, hozir ko'rsataman. Men juda ham ko'p ko'raman-da. Mana bunaqa narsa yoki mana bunaqa narsa berib qo'yishadi. Nima foyda, nima to'q bundan? No, ishlarning sifati tushgani qoladi xolos-ku. O'shaning uchun sizlar asosiy fokusinglar o'rtaga bo'lsin. O'rtaga bo'lgandan keyin tepaga ozgina kichkina detalizatsiyalar qo'shib ketsanglar bo'ldi. Keyin bu yerda mana yana men bunaqa narsa qilganman, ya'ni yana ham men o'rtaga fokus berganman. Xuddi shu holatda men yana mana bu narsani o'chirib qo'yadigan bo'lsam, pustoy bo'lib qoladi mana. Ko'rayotganingizdek, prosta обычный oddiy narsa bo'lib qoladi. Bu narsani chiroyliroq ko'rsatish uchun ishlarni professionalizm qilishingiz uchun bitta o'chiraman. Vot. Video ancha ochildi ko'rayotgan. Uncha katta narsa rol o'ynamayapti, lekin bu narsa juda ham muhim, ya'ni kichkina detalizatsiyalar qo'shib ketishingiz. Misol uchun men boshqa proyektni ko'rsatib o'tadigan bo'lsam, albatta boshqa video montajlarini ko'rsatib o'taman. O'chirib tashlayman. Boshqa video montajlarni mana bu yerda ham xuddi ko'rayotganingizdek, fokus o'rtaga ketyapti. Mana 100 ta bemor, oyiga o'rtacha, tepa shunaqa. Ko'rasizlarmi? Bu yerda nimaga sen bu yerda endi mana bunaqa boyiga yetgan narsani qo'shmagansan deydigan bo'lsanglar, bu yerda rang boshqacha, rang rol o'ynaydi. Ya'ni agar bu yerda hozir men mana bu narsani qo'yib qo'yadigan bo'lsam, bu yerda xunuk turib qolishi mumkin. Chunki bu yerdagi orqa fon to'q, bu yerda och. Bu yerga ham agar ochiq qilganimda katta ehtimol bilan mana bu narsani qo'ymas edim. Vot. O'shaning uchun men bunda o'rtaga upor berganman. Undan keyin qo'yadigan animatsiya mana bunaqa narsa, ya'ni bu ham xuddi shunaqa o'rtada turibdi. Mana bunaqa element qo'shib qo'yaman. Pastida ortiqcha narsalar umuman kerak emas ham, shart emas ham qo'ymanglar ham. Vot. Bu yerdan keyin mana bunaqa YouTube mana bunaqa bo'lyapti. Keyin yana o'rtaga, yana bu yerdan o'rtadan chiqyapti, yana o'rtadan chiqyapti. Ko'rasizlarmi? Men ko'pincha uporni o'rtaga beraman. Juda ham ko'zga yoqimli bo'ladi bu narsa. Misol uchun mana bunaqa bo'lyapti. Yana o'rtada upor beryapman. Ko'rasizlarmi? Xuddi shunaqa. Ya'ni sizlar ham animatsiya berayotgan, mana ko'rasizlarmi? Bu yerda ham nimaga tepaga qo'ymadim, nega pastga qo'ymadim? Imini o'rtaga, chunki fokus o'rtaga qarash kerak bo'ladi. Vot. Xuddi shu narsani sizlar qoida qilinglar. Ya'ni qo'ygan hamma joyida xuddi shunaqa. Elementlardan umumiy men sizlarga hozir bu yerda amaliy bitta qilib ko'rsataman. Orqa fonga solid tashladinglar. Bu yerdan rang tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun orange. Orqa foni orange. Fil beramiz. Orange qildik. Endi buni ustidagi tekstimizni oq rangda qilamiz. Xo'p, misol uchun motion animatsiya. Motion animation. Ctrl V. Okey, buni kattalashtiramiz. 235 bo'la qolsin, o'zi yaxshi turgan ekan. Vot mana. Men bunaqa tekst yozib oldim. Endi buni yoniga men element qo'shmoqchiman. Misol uchun star. Starni ham berish qoidasi bor. Men bunaqa 8 burchakli qilaman.
8 burchaklikmi? Necha burchaklik bo'ldi bu hozir? 7 burchaklik bo'lib qolibdi. No, okey. Mana buni ozgina mundoqroq qilaman. Mana buni mundoqroq qilaman. Mana buni mundoqroq qilaman. No, примерно mana shunaqa shape'imizni bo'ldi. Buni tepaga chiqarib turib, bunga mana bu yerga rang, ya'ni begi qaymo rangda olib turib, bu yoqqa tashlayman. Keyin bunga fast box blur beraman. Keyin ozgina ko'paytirib qo'yaman. Примерно shu 200 larga, 300 gami, 200 gami farqi yo'q. Ozgina kattalashtirib, ozgina bilimim ketib qoldi. 150. Oppa, mana. Yana ozgina cho'zaylikchi. Yo'q, chunki detalizatsiyamizni ozgina cho'zishimiz kerak ekan. Okey. Bu yerda bundoq qilib turib. Hop. Mana. Misol uchun mana ko'rayotganingizdek, mana bunaqa elementimiz bo'ldi. Endi xuddi shuni dublikat qilib, bu yerga olib tushib, pastga bundoq joylashtirib qo'ysanglar, mana. Ozgina yonroqqa bundoq surib qo'ysanglar, vot. Ko'rayotganingizdek ortiqcha hech narsa yo'q, lekin ko'zga yoqimli, chiroyli. Chunki bu yerda rang rol o'ynayapti, elementlar joylashuv rol o'ynayapti. Bunga qanaqadir shape'lar qo'yaman desanglar, mana bundoq qilasizlar. Mana bu yerga mana bunaqa shape qo'yasizlar, mana bu yerga mana bunaqa shape qo'yasizlar, mana bu yerga mana bunaqa shape qo'yasizlar. Umumiy to'g'rilab qo'yasizlar. No, mayli, to'g'rilab keting, shu narsani hozir yoshmas, ama to'g'rilab ketmading deb yozishmas. Mana shuni to'g'rilab keting. Hop, buni 500, buni 200. Okey, buni bundoq qilaman. Bundoq qilaman. Bundoq qilaman. Bo'ldi, mana. Ko'rayotganingizdek, bu yerdagi ranglarni xohlaganingizcha o'zgartirib qo'ysanglar bo'ladi. Misol uchun mana bunaqa. Bu yerga esa sal boshqacharoq, mundoqroq qilib. Tipa nimadir elementlarda bular endi. Misol uchun ko'rsataman. Mana. Vot, ko'rayotganingizdek ortiqcha hech narsa yo'q, lekin juda ham minimalizm, ya'ni elementlar joylashuvi har doim shunaqa holatda bo'lishi kerak. Liba elementlar tepada bo'lishi kerak, liba pastda bo'lishi kerak, liba yonda bo'lishi kerak. Yonda qanaqa qo'yishimiz kerak deydigan bo'lsanglar, ozgina bundoq qilib turib, o'rtaga joylashtirib, opacity'sini bir 25 atrofida, 25 silishgan ekan. No, 40. Mana 40 qilib turib, mana buni ozgina bundoqroq qo'yasizlar. Mana o'rtaga joylashtirmoqchi bo'lsanglar, opacity'ni tushirib qo'yinglar, chunki o'rtada fokus tortish kerak emas. Vot, mana ko'rayotganingizdek, bizda mana bunaqa narsa turibdi. Men bu narsani oldindan o'ylab kelmadim. Improvizatsiya bo'lyapti. Ya'ni hozir o'zida shunaqa animatsiya qilyapman. Ya'ni animatsiyani joylashuvlarini, ranglarini xuddi shunaqa qilyapman. Bu menga singib ketgan. Ya'ni men bu narsaga o'rganib qolganman. Ya'ni avtomatik hamma narsani to'g'ri joylashtirish, to'g'ri rang berishga prям o'rganib ketganman. Sizlarga ham maslahatim, sizlar qanaqadir elementni joylashtirmoqchi bo'lsanglar, ko'proq referens ko'ringlar, ko'proq ranglarning uyg'unliklarini ko'ringlar. Vot. O'sha sizlarga katta plusga ishlaydi. Sizlar mana bunaqa narsa bermoqchi bo'lsanglar, yonga beringlar, faqat blur bilan. Agar bu narsani mana bitta blurni o'chirib qo'yadigan bo'lsa, nima bu ahvol? Fokus yamni shu narsaga ketyapti. Men bu narsani bitta yoqsam, fokus ketmayapti, lekin plavni, ana smooth, ana ko'zga yoqimli narsa bo'lib turibdi, to'g'rimi? Vot, xuddi shunaqa. Xohlagan shaklinglarni beringlar, xohlagan shaklinglarni. Hozir men ikkalasini, uchalasini o'chirib tashlayman-da. Misol uchun dumaloq oldim. Bunga fast box blur berdim. Kattalashtirdim. Bundoq qildim. Tepaga joylashtirdim. Ozgina kattalashtirdim. Buni ozgina bundoq qildim. Xuddi shuni men bunga bunda to'g'rilab qo'ydim. Vot, mana. Chiroyli. Men bu narsani o'ylab kelmaganman. Ko'rasizlar, chiroyli. Endi xuddi shu narsani o'chiraman. Qanaqa bizda nimamiz bor? Star o'zini beraylik. Mana star o'zini beraylik. Fast box blur. Okey. Beramiz, ozgina kattalashtiramiz. Bundoq qilamiz, o'rtaga joylashtiramiz, ozgina rotationini o'ynaymiz. No, например, mana bunaqa dublikat qilib, bu yoqqa mana o'rtaga joylashtiraman. Buni rotationini примерно mana bunaqa qilib qo'ysam bo'ladi, mana. Buni ozgina ko'paytirish kerak, fast box blur'ini. Copy paste. Mana ko'rasizlarmi? Normalniy, chiroyli. Ortiqcha detalizatsiyasiz, именно mana shunaqa holatda ishlaydigan bo'lsanglar, men buni hozir shape'lar bilan ko'rsatdim. Buni agar sizlar qanaqadir ikonga qo'yaman deb qolsanglar, ikonka bilan ko'rsataman. Ikonga o'taman. O'tmayapti. Sayt ishlamay qoldi. Ha, bo'ldi. Xo'p, misol uchun
Mana bu pen tool. Tashiyman bu yoqqa. Bunga fil beraman. Rangini och qilaman. Buni ozgina kattalashtiraman. Fast box blur beraman. Ozgina blurrini bundoq qilib qo'yaman. Bilinar-bilinmas turadi. Rotationni ozgina bundoq qilib qo'yaman. Duplikat qilib bu yoqqa joylashtiraman. Sal bundoqroq bo'lib turadi. Bundoqroq ozgina kichkinaroq bo'lib turadi. Vot, ko'rasizlarmi? Mana ozgina bu yoqqa surib turing. Silishgan fokus tortib olmasin. Vot mana. Ko'rasizlarmi? Sizlar element bersanglar ham mana shunaqa blurni chetroqga, o'sha yonroqqa, burchaklar atrofiga qo'yganinglar yaxshi. Asosiy fondagi narsalar o'rtasida, mana shu o'rtasida turishi kerak. Vot. Qolgan hamma narsada shunaqa foydalaninglar. Masalan uchun mana bunaqa o'rtaga joylashtirganman, просто to'rtburchak yasaganman, o'rtaga joylashtirib qo'yib, ozgina ishlov berganman interfeysiga. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Bu yerda ham xuddi shunaqa mana. Qiyin narsani o'zi yo'q. Hamma narsa qilishingizga bog'liq. Misol uchun, mana bu narsani qildinglar, mana hozirga mana shu narsani yasashim uchun prям hech qancha vaqtim ketmadi. 5 minutdan vaqtim ketmadi. Просто shape chizdim, animatsiyani anaqa tekstini yozdim, shape bilan olib kirib, blur berib qo'ydim, bo'ldi. Просто buni endi animatsiya qo'ysam bo'ldi mana. Xohlasanglar mana shu o'zi animatsiya qo'yamiz. Menga va shu gitara. Bundoq qilaman. Scale. Hop, opacity bo'l. Okay. 1 2 3 tashiyman. Bu narsani 0 qilaman, 0 qilaman. Oxiriga borib turib buni 160. Buni 160. Orqaga qaytamiz. Opacityni 0, 0. Pen tool, position, rotation bilan chiqadi. Position, rotation bilan chiqadi. Okay, bunda chiqaraman bu yerga. Bundoq qilaman. Buni rotation mana bu yerdan keladi. Mana bunaqa bo'lib keladi. Tepadagisi esa bunda bo'lib, mana bunda bo'lib keladi. Okay. Hammasiga blur yoqaman. Yoqqanimdan keyin bularga F9 bundoq qilib, bularni ketma-ket bundoq chiqarib qo'ysam bo'ldi. Ushlab turib 1 2 cho'zib qo'yaman. 3 4 ta. Okay. Endi men bularni animatsiya bera olishim kerak. Bularga position opacity 1 2 3. Orqaga qaytaman. 1 2 3. 4 ta. 0 qilaman. F9. Mana qo'yaman, bo'ldi. Endi bularni ham ketmaga chiqarib olishim kerak. 1 2 3. 1 2 3 4 ta. Okay. Endi motion animatsiyamizni hop, bu yerdan tayyor presetdan foydalanib turaman. Hop. Bunday qilib scale 1 2 3. Bunday qilib orqaga qaytib 100 qilaman. F9. Okay, bo'ldi. Mana endi silishkim sekin chiqib qoldi, lekin umumiy ko'rinish mana shunaqa. Mana bunichi, maymadan chiqsan. Mana. Ko'rasizlar? Buni u bundoq qilib turib, bitta ikkita qilib qo'yadigan bo'lsam, buni вообще-то boshidan hammasini ushlab turib, bundoq ushlab turib, bitta ikkitaga bundoq qilaman, bo'ldi. Mana bundoq qilib turib, mana. Ko'rasizlar? Ya'ni tayyor animatsiya paydo bo'ldi. Bu juda ham ko'zga yoqimli, ranglari ham joy-joyida, elementlari ham unchalik fokus tortib olmayapti. Ya'ni o'rtadagi fokusimizga narsa ketyapti. Sizlar har doim shunaqa holatda ishlanglar. Xulosa qiladigan bo'lsam, elementlar tepa yoki pastga yoki burchak qismga qo'yasizlar blur bilan ranglarni o'shanga moslashtirib qo'yasizlar. Misol uchun men qora qilib qo'yishim mumkin edi. Mana ko'rasizlarmi? Ya'ni sizlarga misol, qora chiroyli tushdimi yoki oq rang. Yoki oq rang. Xolis fikr bildiringlar. Mana izoh degan bo'limi bor. YouTube'da yozib qoldiringlar. Qora rang yaxshi tushdimi yoki oq rang. Mana ko'rasizlarmi? Nu вообще-то men buni o'zini rangida qiladigan bo'lsam va yana ham ochiladi. Vot. Ko'rasizlarmi? Farqi rang juda ham katta rol o'ynaydi, element ham juda ham katta rol o'ynaydi. Agar sizlar bu narsani birlashtirmasanglar, masalan uchun sizlar elementni yaxshi qo'ydinglar-da, rangni to'g'ri bermadinglar. Baribir ham ishingiz sifatsiz bo'lib qolaveradi.
Yokida elementni yomon berdinglar, rangni to'g'ri berdinglar, baribir ham ishinglar sifatsiz. O'shaning uchun ikkalasini bitta qilib turib aka-uka qilib ishlatishinglar kerak bo'ladi. Вот, sog' bo'linglar, charchamanglar, keyingi darslarda ko'rishguncha. Hozirda o'zimni motion montaj onlayn kursimga start berganman va buni qilishimdan maqsadim nima? Hozir bozorda ekspertli motion montajga talab juda ham kuchayib boryapti va o'rganuvchilar soni juda ham kam, lekin qiziqish juda ham baland. Menga deyarli har kuni 4 ta 5 ta odam yozadi: "Aka, vaqtingiz bormi? Montaj bor edi, qilib bera olasizmi?" Men ularga 99% holatda rad javobini beraman, chunki meni proyektlarim o'zi shundoq ham yetarlicha ortiqcha oladigan bo'lsam, o'zimni qiynab qo'ygan bo'laman. Shu yerdan ham bilib olsanglar bo'ladi, ya'ni bu narsaga talab qanchalik kuchliligini. Lekin montajyorlar yo'q, hali bozorda prям ko'paygani yo'q. Juda ham redki yaxshi montajyorlar bor, lekin sifatlilari juda ham kam. Onlayn kurs kimlar uchun? Bu sohaga endi kirib kelayotganlar, boshlang'ich bilimi borlar va next levelga chiqmoqchi bo'lganlar uchun. Chunki bunaqa kurs media bozorida hali bo'lmagan va uni ichidagi bilimlar juda ham professional tarzda yozilgan. Onlayn kursimda ikkita tarifim bor. Birinchisi beginner, ikkinchisi intermediate. Hozir men sizlarga buni ichidagi bo'limlarni ketma-ketlik bo'yicha tushuntirib o'taman. Birinchi tarifimning ichidagi bo'limlariga nimalar kiradi? Birinchisi After Effects 0 dan boshlang'ich darajagacha 25 ta motion darslik. Ikkinchisi pluginlar bo'limi, ya'ni o'zim foydalanadigan pluginlarni sizlar yuklab olasizlar va ularni o'rnatish bo'yicha darsliklari ham bo'ladi. Uchinchisi har oy davomida qo'shimcha bitta motion darslik bo'limi. Ya'ni sizlar o'sha tarifdagi darsliklar bilan cheklanib qolmaysizlar. Sizlarga har oy davomida qo'shimcha bitta motion darslik tashlab boriladi. To'rtinchisi motion sohasidagi ekspertlardan qo'shimcha 5 ta darsliklar. Ya'ni sizlar men o'tadigan darsliklardan tashqari ekspertlardan ham darsliklar olasizlar. Qo'shimcha 5 ta darslik bu eng zo'r darsliklardan biri desam ham bo'ladi, chunki o'tdagi ekspertlar juda ham kuchli. Buni bizga nima plyus tarafi bor deydigan bo'lsanglar, chunki men o'tadigan darsliklar bo'yicha metodikam boshqacharoq bo'lishi mumkin. Ularniki boshqacharoq bo'lishi mumkin. O'shaning uchun o'tda sizlar yangi bilim o'rganasizlar. Men o'tmagan narsalarni o'tda sizlar yengilroq formatlarda o'rganishinglar mumkin. Beshinchisi vazifalar bo'limi, ya'ni bu bo'limda sizlar bemalol o'sha darsliklarni qaytarib qilgan videolarni mana vazifalar bo'limiga tashlaydigan bo'lsanglar, men orqali tasdiqlab olasizlar. Oltinchisi chat bo'limi, ya'ni buni menimcha hamma bilsa kerak. O'sha o'zingizlarda qanaqadir muammoga duch keladigan bo'lsanglar yoki nimadir qiynalayotgan bo'lsanglar, o'sha yerga yozasizlar va yechimini birgalikda hal qilamiz. Bu barcha aytib o'tgan bo'limlarim birinchi tarifimniki edi. Umumiy qilib oladigan bo'lsak, darsliklarning soni 30 ta va bu 0 dan boshlang'ich darajagacha bo'lgan tarifim. Endi esa ikkinchi pro tarifimga o'tadigan bo'lsam, ya'ni intermediate tarifimga o'tadigan bo'lsam, oldindan spoiler qilaman, bu tarifda juda ham imkoniyatlar, juda ham ko'p. Chunki buni narxiga bunaqa imkoniyatlar beradigan hali bozorda umuman chiqmadi, hali beri chiqmasa ham kerak. O'zingizlar hozir ko'rasizlar, bo'limlarni sanab o'taman. Birinchi bo'limim After Effects 0 dan Pro darajagacha 40 ta motion darsliklar. Tasavvur qilib ko'ringlar. Bunda darsliklarni mana bu After bo'yicha tushuntirgan darsliklarni ozgina chekkaga surib turadigan bo'lsam, faqat motionni o'zini oladigan bo'lsam, 30 tadan ko'p motion darsliklar bor. Tasavvur qilib ko'ringlar, sizlar har kuni bittadan qilgan taqdiringlarda ham bir oy davomida motion animatsiya qilasizlar. Bu вообще zo'r imkoniyat. Ikkinchisi, tasvir maktab darsliklari. Hozir sizlar o'ylashinglar mumkin, ular kam. Nima qilyapti bu yerda? Nimaga bu darsliklar qo'shilgan degan savol tug'ilishi mumkin. Hozir men sizlarga profilni atmetga qo'yib ketaman. Taniganlar bo'lishi mumkin, tanamaganlar uchun ko'rsatib o'taman profilni. Xullas, bu narsani qisqa qilib aytadigan bo'lsam, tasnif maktab After Effects bo'yicha mana bu 0 dan o'rgatish bo'yicha eng mukammal kurs deb bilaman. Chunki o'zim ham tasnifda o'qib chiqqanman va eng yaxshi o'quvchilar qatorida bo'lganman. Chunki u yerda bilimlar juda ham kuchli tarzda berilgan, juda ham mukammal tarzda berilgan va o'zingiz eplab keta olsanglar, u yerdagi bilimlar shu darajada kuchli ediki, men haligacha u narsani deyarli yarmini foydalanmayman-da, tushunasizlarmi? Shu darajada ko'p bilimlar berilganki, u narsani yarmidan ham menimcha yarmini hozir foydalanayotgan bo'lsam kerak, chunki o'ta darajada ko'p bilimlar berilgan. O'sha bilimlarni sizlarga o'zimni kursimda ulashgim keldi, chunki sizlar faqat expert motion montaj emas, sizlar After Effects ham o'rganadigan bo'lsanglar, ertadan keyin Instagramda ko'radigan referensiyalarni yoki biron YouTubedan ko'radigan montajlarni bemalol Afterda o'zingizlar 0 dan yasa oladigan darajaga chiqa olasizlar. Bu imkoniyatni hali media bozorida hech qaysi onlayn kurs bera olmaydi. Men bu narsaga aniq ishonch bilan ayta olaman, chunki tasavvur qilib ko'ringlar, hozir men sizlarga oldin aytaman. Qaranglar, o'zimda, ya'ni o'zimning motion darsligimda 40 ta darsliklar bor. 40 darslik o'zi tag-tag ko'p.
Undan tashqari yana 5 ta ekspertdan motion darslik, yana 45 ta bo'ldi. Undan tashqari yana darsliklar bo'ladi. Undan tashqari eng ko'p ob'yomdagi bu tasnif maktab darsliklari 'ta adashmasam 70 tami 80 ta darsliklar bor. Tasavvur qilib ko'ringlar. Umumiy darsliklarning soni 100 dan ortib ketyapti, ya'ni 130 taga yaqinlashib boryapti. Hali media bozor, ya'ni imенно mana shu motion montaj media bozori men nimaga bu narsaga ya'ni ishonch bilan aytyapman, chunki har kuni bittadan darslik yozgan taqdiringizda ham 120 kun, no хотя бы ikkita, ana 2 kunda 2 marta darslik yozsangiz ham tasavvur qilib ko'ringlar, 120 yarim, короче, 2 oy to'xtamasdan darslik yozishingiz kerak bo'ladi. Sizlar charchaysizlar, ishinglar bo'lib qolishi bor, boshqa bo'lishi bor. Вот. Men ham bu kursga 2 oy tayyorlandim. Ya'ni bu narsani sizlarga ancha chuqurlashtirish uchun men o'tdagi bilimlarni просто yuzaki qarab qo'ymaganman. Har bitta narsani detalni tushuntirib o'tib, har bitta narsani vazifalari bilan men bu nazariy emas, amaliy ham qilib ko'rsatib o'tayotganman. O'zinglar kurs sotib olganinglar degan bitta kurslar prям shedevr kurs bo'lgan. Nimaga men boydan beri ishonch bilan qo'rqmasdan hali media bozorda yo'q deyapman? Chunki men mana shu media bozorda ochilgan kurslarni juda ko'pini ko'rdim. Men aniq ayta olaman, o'tdagi darsliklar meni darsliklarimga yetishi juda ham qiyin, chunki birinchidan son taraflama menda ancha ko'p, ikkinchisi sifat darajasi ham menda ancha baland, chunki menda ham ekspertni o'rganasizlar, ham motion montajni o'rganasizlar, ham hozir keyingi bo'limlarni spoiler qilib qo'ymay, keyingi bo'limni hozir aytib o'taman. Bo'ldi, mana shu yerda yopdim temani. Uchinchisi Premiere Pro darsliklari bo'limi, ya'ni sizlar o'tdi kesish, kadrlarni bir-biriga ulash, ovozni to'g'irlash, ozgina color grading ham o'rganasizlar, ozgina o'ynashlar bilan. Bu narsani nimaga qo'shib o'tib ketaman? Chunki bu sohaga endi kirib kelayotganlar After ham Premiere ham bilmasligi mumkin. Premiere men nimaga boshlang'ich qildim? U narsada men chuqurlasha olmayman, chunki men imенно Premiere Pro bo'yicha men pro deb o'zimni ko'rmayman, chunki men o'ta faqat videolarni kesaman, kadrlarni planlarini o'zgartirib kesaman, ovozini to'g'irlayman, kadrlarni ozgina rangini o'ynatib qo'yaman, bo'ldi, все. Uni aniq qilib, render qilib, o'sha Afterga montaj qilish uchun olib kiraman. Ya'ni xuddi o'shanaqa darajadagi bilimlar Premiere Proda darsliklari bo'ladi. To'rtinchisi mijoz topish va narx belgilash. Ya'ni sizlar umumiy kurs olib qaraydigan bo'lsangiz, sizlar faqat mana bu o'rganishdan nimadirlar qilishdan tashqari sizlar mijoz topish ham o'rganasizlar, ham videolarga narx belgilash ham o'rganasizlar. Chunki bu narsa eng muhimlaridan biri. Misol uchun sizlar kursni bitirdinglar ham deylik, yaxshi montajyor bo'ldinglar, yaxshi o'rgandinglar, sizlar o'ylanib qolishingiz mumkin, men endi mijoz qayerdan topaman? Men endi qanaqa video montajimga narx belgilayman? Bu bo'yicha menga juda ham ko'p murojaatlar tushadi. Aka, men mana bunaqa videomni ko'rib bering, necha pul qo'ysam bo'ladi, tuda-suda, yana aka mijozingiz bo'lsa menga bering, montajni qilib beraman deyishadi. To'g'risi men ochiq-oydin aytaman, ularning birontasiga ham aloqaga chiqmayman. Nimaga? Chunki birinchidan menga kelgan mijoz meni sifatli anaqa montaj talab qiladi. Men ularga sifatsiz montajyor berib qo'yadigan bo'lsam, bilmagan holatda meni reputatsiyam tushadi. O'shaning uchun o'zimni kursimdan o'qib chiqqan eng yaxshi o'quvchilarga o'zimni ishimni, taklifimni beraman, ya'ni o'sha yaxshi proyektlarimni beraman. Undan tashqari imенно nimaga asoslanib video montajga narx belgilash kerak, ya'ni video montaj qildinglar, unga qanaqa narx belgilash bo'yicha men sizlarga alohida video darslik qilib qo'yaman. O'sha bo'limni ko'rib o'rgansanglar ham bo'ladi. Beshinchisi hadyalar bo'limi, ya'ni bu yerda sizlar anchagina harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni men eng yaxshi 5 ta o'quvchiga men o'zim tomonimdan ushbu ko'rib turgan ekraningizda klaviatura va mishkani hadya qilaman. Bu arzon emas, o'zinglar ham yaxshi bilasizlar. O'shaning uchun deyarli kursga sarflagan pulinglar o'zingizga qaytib keladi agar yaxshi o'qisanglar. Ya'ni buning uchun nima qilish kerak? Bu hadyani olish uchun nima qilish kerak? Sizlar meni darsliklarim, imенно motion darsliklarimni ko'rib, orqamdan qaytarib, yaxshi o'xshata olishingiz kerak. No o'zimnikidan ham yaxshi qilsanglar, undan ham chotki, no lekin menikiga o'xshashi kerak bo'ladi. Keyin uni sizlar vazifa bo'limiga tashlaysizlar va men uni ko'raman, tasdiqlayman, keyin men sekin-sekin o'sha har bitta tashlab borgan videolarni anaqa statistika qilib borib turib, eng yaxshi o'sha 5 ta o'quvchiga ushbu ekranda yana bir marta ko'rib turganingizdek hadyani sovg'a qilaman. O'zinglar ham bilasizlar, bu arzon emas. O'shaning uchun bu narsani olish uchun harakat qilinglar, chunki bu juda ham zo'r setup. O'zim ham yaqinda oldim. Nimaga sizlarga bu narsani qo'shdim?
Bu klaviatura mishka menga juda ham yoqdi. O'shaning uchun bu narsani sizlarga ilinish anaqasida sifatida bu narsani qo'shib o'tib ketdim. Qo'shimcha qilib o'tadigan bo'lsam, sizlar bitta-ikkita video tashlab turib bu narsaga erisha olmaysizlar. Sizlar davomiy tashlab turishingiz kerak bo'ladi. 6-inchisi ish taklif qilish bo'limi, ya'ni bu yerda sizlar o'zim tarafdan o'zim eng yaxshi loyihalarim, eng yaxshi ekspertlarimni montajlab beraman. Albatta tekinga emas, o'zim ishlaydigan narxga, ya'ni ozgina qimmatroq chekda sizlar ham bu kursda pul topasizlar, ham portfolio ham qilasizlar, ham mijoz ham topasizlar, ham mijoz bilan ham ishlaysizlar. Uni imkoniyatlarini ko'rasizlar qanchalik ko'pligini. Ya'ni bu yerda sizlar anchagina mehnat qilishingiz kerak bo'ladi, chunki men oddiy video montajyorga bu o'zim loyihalarimni topshirib qo'ymayman, chunki menga chiqadigan loyihalar eng professional holatda chiqishadi. Ya'ni aka o'zingizni maksimal holatingizda montaj qilib bering, men sizga ishonaman degan holatda chiqib berishadi. Men ularning yuzlarini yerga qarata olmayman. O'shaning uchun ham sizlar yaxshi zo'r o'rgansanglar, вообще-то yaxshi agar o'rganayotganlar bo'lsa yoki next levelda уже nima desam ekan, next levelga o'tganlar bo'ladigan bo'lsa, men sizlarga o'zim ish beraman, yaxshi chekda. Bemalol o'zingizga portfolio ham qilsanglar ham bo'ladi, pul topsanglar ham bo'ladi. 7-inchisi feedback bo'limi, ya'ni bu yerda sizlar o'sha o'zingizlar qilgan montajlarni tashlaysizlar, u yerda men полностью feedback beraman. Ya'ni bu yerda sizlarga eng katta plus tarafi qiladigan xatolarni qaytarib qilmaysizlar. Ikkinchisi, misol uchun sizlar bironta video montaj qildinglar, o'sha xatolarni ko'rganingizdan keyin avtomatik sizlar to'g'ri qilishni boshlaysizlar va bu to'g'ri qilishni boshlaganingizdan keyin уже next levelga chiqasizlar, ya'ni keyingi darajaga chiqasizlar, sifatingiz ham oshadi, natija ham juda ham sezilarli bo'ladi. 8-inchisi referenslar bo'limi, ya'ni bu yerda sizlar 300 taga yaqin referenslar olasizlar. O'zim buni terib chiqqunimgacha umrimni yarmi o'tib ketdi, chunki Instagramda save qilib qo'yganlarim juda ham ko'p edi. O'zim ishlatganlarim ham bor, ishlatmaganlarim ham bor. Xullas 300 ga yaqin referenslar bor. Bu bizga nima plusga ishlaydi deydigan bo'lsanglar, hozir juda ko'pchilik menga aytishadi, aka siz ideyalarni qayerdan olasiz, siz qayerdan referensga ko'chirasiz, qayerdan o'tdan nimadir olasiz, ideya olasiz, balobatir. Xullas shunga o'xshash gaplar juda ham ko'p tushadi menga. O'shaning uchun mana shunaqa rechina qilish uchun, ya'ni imенно mana shu yo'ldan chiqib ketish uchun men o'zim o'sha onlayn kursimga mana shu imенно bo'limini alohida qilib o'tib ketdim, chunki referenslar juda ham ko'pchiligiga kerak bo'ladi. Chunki Instagramga kirsanglar hozir cringe narsalar juda ham to'lib ketgan, ashani palapartish bo'lib yotibdi. Uni to'g'ri rekomendatsiya qilib olish juda ham qiyin. O'shaning uchun men sizlarga bu narsani prям erinmasdan yig'ib chiqib juda ham ko'p vaqtim ketdi, lekin hammasi sizlar uchun 300 taga yaqin referenslardan bemalol, menimcha umringlarni oxirigacha yetsa kerak bu referenslar montaj qilishingiz uchun bemalol o'sha referenslardan foydalanib turib montaj qilsanglar ham bo'ladi. 9-inchisiga keladigan bo'lsak, sizlar har 2 hafta davomida plus bitta motion darsliklar olasizlar. Ya'ni birinchi tarafda esinglarda bo'lsa, oyda, ya'ni har oyda bitta motion darsliklar. Bu yerda sizlar har 2 haftada olasizlar, ya'ni sizlar bir oyda 2 ta darslik ola olasizlar. Tasavvur qilib ko'ringlar, har oy yana 2 ta bo'lib ketib, уже tomo-tomo ko'l bo'lar deganda daryo bo'lib ketadi darsliklarning soni ham. Xullas, ya'ni bu yerda sizlar har 2 hafta davomida bemalol darsliklardan ko'rib, yana qo'shimcha darsliklar olasizlar va hokazo. Lekin sizlarga eng katta bu yerda plus ishlaydigan tarafi o'sha tika darsliklardan qotib qolmaychilik, ya'ni sizlarga davomiy darsliklar tashlab boriladi. Qolgan bo'limlarga keladigan bo'lsa, o'sha plugin, vazifalar bo'limi, chat, qo'shimcha darsliklar, yana va hokazo darsiklarim xuddi birinchi tarifimdagi bo'ladi. Ya'ni birinchi tarifimda o'sha aytib o'tganimdek qo'shimcha darsliklar o'sha ekspertlardan, yana undan tashqari o'sha vazifalar bo'limi, yana pluginlar bor. Xullas va hokazo o'sha birinchi tarifimdagi bo'ladi, lekin sizlarga oldindan aytaman, ikkinchi tarifimda o'sha boya aytib o'tganimdek umumiy 130 ga yaqin darsliklar va bu yerda sizlar faqat ekspert motion montaj qilishdan tashqari sizlar mijoz topish, narx belgilashni ham o'rganasizlar. Вообще-то ikkinchi tarifimda imkoniyatlar o'ta darajada katta. Bu onlayn kursimdan keyin sizlar albatta yaxshi natijaga chiqasizlar, chunki bu narsaga ishonchim komil. Chunki nimaga? Bu yerda motion montaj bo'yicha alohida mana shu o'zim yozilgan darsliklarim ham bor, 40 ta. Undan tashqari 70 ta, ya'ni 80 tadan oshiq bo'lishi ham mumkin, 80 taga o'sha yaqin bo'lishi ham mumkin. Короче, вообще-то umumiy 120 taga yaqin ham avtor, ham ekspertning darsliklar o'tilgan, ham bu yerda mijoz topish, narx belgilash va hokazo bo'limlar juda ham ko'p. Bu narsalarni sizlar mukammal tarzda o'rganadigan bo'lsangiz, sizlar albatta zo'r natijaga chiqasizlar va bemalol bozorda o'zingizlar ishlab yurib pul topsanglar ham bo'ladi. Oyiga 1,5 ming, 2 ming, maksimum
2000 topsanglar bo'ladi. Chunki 2000 dan u yog'i ozgina qiyin, ozgina chiranishinglar kerak bo'ladi. Lekin standart $1000, shu $1000 plus minus rol o'ynaydi. Lekin yo'q deganda yaxshi harakat qilsanglar, yo'q deganda $1000 daromad topasizlar bu natija orqasidan. Endi esa bu ikkita tarifimni narxiga keladigan bo'lsak, rosa kutib qoldinglar, tezroq aytaqa kurslaringni anaqasi narxini deb. Xullas qaranglar, birinchi tarifim $200, ya'ni bu yerda sizlar 0 dan boshlang'ich darajaga chiqasizlar va bu yerda tashakillar soni 30 ta bo'ladi. Endi esa ikkinchi tarifim, ya'ni intermediate, ya'ni pro darajadagi tarifim $400. Bu yerda sizlar umumiy 120 taga yaqin darsliklar, juda ham ko'p bo'limli tarifdagi narsalar, undan tashqari o'sha boya ana o'sha tilim ham kelishmay qoldi, ko'rasan, shu darajada ko'p narsalar qo'shib yuborganman, tilim aylanib ketib qolyapti. Короче, qaranglar. O'sha $400 tarifimda boya o'tib o'tganimdek hamma narsasi bo'ladi. Ya'ni sizlar mijoz topish ham, o'sha narx belgilash ham, feedback bo'limi ham, o'sha darsliklar ham, tasnif ham, Premiere Pro va hokazo hamma narsa nimaga ketgan bo'lsa ham hamma narsa mana shu $400 ichida. Hozir sizlar o'ylashinglar mumkin, qimmatroq menga bu ozgina olmasam kerak deb. Men sizlarga hozir fikringizni o'zgartiraman. Agar bozorda, ya'ni media bozorida xuddi shunaqa imkoniyatlar bilan, xuddi shunaqa narsalar bilan kimdir sizlarga $400 ga beraman degan bo'lsa, lopmalab olib kelaman, yonimga lopmalab olib kelinglar. Men peshinasidan bitta o'qib qo'yaman-da, kursini sotib olaman o'zim o'sha $400 ga kursini sotib olaman va o'rganaman o'sha narsani 0 dan bo'lsa ham, avtorda bilimim bor bo'lsa ham o'rganaman. Nimaga bunaqa ishonch bilan aytaman? 120 ta darslikni o'zi juda ham katta, juda ham объемный narsa. Undan tashqari sizlar o'tda mijoz topish ham, narx belgilash ham, feedback bo'limi ham, chat, yana vazifalar bo'limi, hadyalar bo'limi, ish taklif qilish bo'limi. Bunaqa katta imkoniyatni sizlar hali bozordan topa olmaysizlar. Men sizlarga уверенный bo'lib aytaman. O'shaning uchun ham tanlovda adashmanglar. Sizlar qimmat deb o'ylayotgan bo'lsangiz, bu fikrni miyanglardan o'chirib olib, bu hech qanaqa qimmat emas. Bu mehnatga ketgan yarashiga qo'yilgan narx. Вообще-то bunday olib qaraydigan bo'lsak, bu kursda, ya'ni imенно mana shu ikkinchi tarifimni juda ham ko'pchilik aytdi. Men sizlarga ochiq-oydin aytaman. Juda ham ko'pchilik aytdi. Asal вообще arzonga qolsan, $400 nima u? Mehnatingga arzimaydi. Shuncha 2 oy harakat qilding, shuncha ter to'kding, boshqa qilding. To'g'risini aytaman, rostdan ham bu kursni qilish menga oson kechmadi. Juda ham qiynaldim. Qiynalganim sababi ham bularni hammasi sizlar uchun, sizlar yaxshi narsa o'rganishinglar uchun harakat qildim. Lekin $400 bu mehnat uchun juda ham kam, lekin o'sha yon atrofimdagi odamlar 700 qil deyishdi, $800 qil deyishdi, mana bu $600 qil deyishdi, hatto $500 qil deyishdi. Yo'q, men oyoq tirab turib $400 qilaman dedim va $400 da qotdim. Bu $400 hech qanaqa qimmat narx emas. Bu prям eng idealniy narx. Bu hech qanaqa qimmat bo'layotgan bo'lsanglar, miyadagi bu stereotipni yo'qotib yuborganingiz yaxshi, chunki bu mehnatga yarasha qo'yilgan narx. Вообще-то mehnatdan kechib turib ham qo'yilgan narx-da bu, chunki bu mehnatimga $400 rostdan ham arzon edi, lekin bularning hammasi sizlar uchun. Xullas, o'zingizlar ko'rdinglar, mana qanaqa masshtabdagi onlayn kurs qilganimni. Agar buni sizlar sotmoqchi bo'lib, o'rganmoqchi bo'lsanglar, pastda opsiya bo'limida, o'sha YouTube'dagi opsiya bo'limida men o'zim Telegram rechkamni qoldirib ketaman. Yo'q ketaman, ekranda QR kod chiqadi. QR kodni shuni skaner qiladigan bo'lsanglar, rechkamga otib yuboradi. Aloqaga chiqib, sotib olib, bemalol o'rgansanglar bo'ladi. Xullas, shunaqa gaplar. Charchamanglar, sog' bo'linglar. Darsni ko'rishda davom etinglar. Bosinglar gazini, lekin kurs esinglardan chiqmasin. Bu kurs hali media bozorida-yu. U yana bitta qo'shimcha qiladigan bo'lsam, hozir bozorda ozgina ko'payyapti onlayn kurslar. Sizlar yaxshilab analiz qilinglar. Ya'ni sizlarga u nima bera olyapti, nima darsliklari bor, qanaqa darajaga chiqa olaman, o'sha narsalarni analiz qilib turib, keyin sotib olinglar. Вообще-то meni sotib olinglar, meni kursimni yaxshiroq degan narsa menda yo'q, unaqa stereotip yo'q. Har bitta kursim o'ziga yarasha ustunligi bo'ladi. Meni kursim ustunlik tarafi bu faqat ekspertni motion montajga asoslangan. Ya'ni sizlar qo'shimcha u yoqdan bu yoqdan kerak emas bo'lgan narsalar o'rganmaysizlar. Faqat sizlar expert motion montajni 0 dan pro darajada o'rganasizlar, ham After Effect'ni ham. Xullas shunaqa gaplar. Sog' bo'linglar, charchamanglar.